Bo'ydoqlar safi yana bittaga kamaymoqda. Shahzod Sultonov o'z Instagram sahifasida xabar berdi. Bu shunchaki mish-mish emas, bu rasmiy iqror. Mashhur aktyor Shahzod Sultonov o'zining shaxsiy sahifasida muxlislarini hayratda qoldirgan video joyladi. Tabriklashingiz mumkin, qiz topildi. Men qidirayotgan qiz Instagram orqali menga SMS yozdi. Здравствуйте. Я в вашем профиле увидела видео, которое я сама снимала. И, если честно, я просто была в шоке, я до конца не верила. Та девушка, которая выдает себя за мою однокурсницу, она врет. Не надо ей покупать 16-й iPhone, потому что мои однокурсницы не такие. Сначала я не поверила вашим словам, но увидев то, что вы выложили, я просто была в шоке. И это легко сказано. Но как-то все равно не верится, то, что это все происходит со мной. Ochig'ini aytsam, juda ham xursandman. Endi qanaqadir dugonalarga iPhone 6 olib berib yurishimiz shart emas. Men o'tgan safar videoda aytgandim, siz menga o'zingiz aloqaga chiqing, qanaqadir dugonalaringizga pul ishlatib yurmang, undan ko'ra o'sha pulni o'zingizga ishlatganim yaxshi deb aytgandim. Endi sizlar kommentariyaga yozinglar, u qiz bilan uchrashuvga chiqaman va bir qator sovg'alar olaman. Qanaqa sovg'alar qiz bolaga juda ham yoqadi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Hammanglar bilan birgalashib uchrashuvga chiqamiz.